G'ozni nima foydasi bor? Bir kishi shunaqa so'rabdi. Men o'zim bilganlarimni aytay. Sizlar ham bilganlaringizni yozib ketingizlar. Hamma uchun ma'lumot bo'ladi. Birinchidan o'ta yashovchan. Tez katta bo'ladi. Mana shu g'ozlarimiz 55 kunlik bo'ldi. Даже 2 oy ham bo'lgan yo'q. Kattaligini. 16 ta g'ozimiz bordi, mana 16 tasi katta bo'ldi, Allohga shukr. G'ozni o'zi issiqlik deydi. Tuxumi ham, go'shi ham, tuxumidan, go'shidan yesa farzandli bo'lishiga qanaqadir sababchi bo'ladi deydi. Yog'i mana bu kuyganlarga, yaralarga yaxshi foyda bo'ladi deydi. Mana jujular. Bular ham bir haftalik bo'ldi adashmasam. 8 ta jo'jamiz bor. Bitta kurkamiz 10 ta ochib chiqib, yana qaytadan bostirganmiz, yana qaytadan keyin yana 8 ta ochib berdim.